Sug'arishni avtomatlashtirish o'rtoqlar nima uchun kerak deb o'ylaysizlar? Keraklar, men sizlarga eng kerakli bittasini gapiraman, qolganini sizlarning fikringlarni kommentariyada kutaman. Qaranglar. Birinchi bo'lib o'rtoqlar, O'zbekistonda bilasizlar, yoz faslida juda ham issiq bo'ladi, 50-60 gradusga ham chiqib ketyapti. Kunduzgi vaqtda sug'arish mumkin emas, to'g'rimi? Kechasi sug'arganingiz yaxshi bo'ladi. Avtomatlashtiradigan sistemalarni qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, vaqtiga belgilab qo'yasizlar. Soat 8 dan boshlab to ertalab 8 gacha agar yer katta bo'ladigan bo'lsa, 10 gektardan oshiq yerli bo'ladigan bo'lsa, o'zi bo'lib ketma-ketlik davomida sug'arib qo'yadi. U vaqtda siz nima qilasiz? Maza qilib uyingizda xo'lasangiz ham, dam olsangiz ham bo'ladigan. Bu eng kerakligini aytmoqman sizlarga. Birinchi o'chirda yana ham foydali taraflari bor o'zi. Aslida bu degani ishchi kuchini kamaytirishga yordam beradi. Aslida o'rtoqlar, siz dalada yurishingiz shart emas. Agar springerlar bilan qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz dalaga, bo'ldi 1 gektar, 1,5 gektardan o'zi ketma-ketli ravishda suvni ochib yopib sug'arib ketaveradi xullas. Xo'p, yana qanaqa qulayligi bor deb o'ylaysizlar? O'rtoqlar, bu anchagina suvni tejashga ham yordam beradi. Ya'ni bir xil me'yorda, bir xil kartadaga suv tushadi degani. Masalan, 1 soat davomida 100 kubi suv rasvod qiladigan bo'lsa, nasosimiz o'sha 1 gektarga 1 soat rovna minut sekundda ham kech qolmaydi. Keyingisiga oladi, keyingisiga oladi, keyingisiga oladi. Xuddi shu tartibda ketma-ketlikda sug'arib qo'yadi o'rtoqlar. Xullas, avtomatlashtirish menimcha qiziq narsa deb o'ylayman. Javobingizni kommentariyada kutaman.